Assalomu alaykum qadrli Brawl Stars muxlislari. Sizlar bilan Nenzo Brawl Stars, Nenzo Gaming. Hop, bugun biz faqat rang ko'taramiz. Ya'ni bayeslarda rangini ko'taramiz. Studa yoki Coltda ko'taramiz. Hop, akkauntimning obzorini kutayotganlar bo'lsa, keyingi videomda albatta buni obzorini qilamiz. Bu birinchi videoyim bo'ladi YouTube'da, shuncha sal hayajonlanishlar bo'lishi mumkin. Sizlardan buning uchun uzr so'rayman. Xo'p, demak, duoda davom ettiramiz rang ko'tarishda. 290 ta kubik bor ekan hozircha Coltda. Yaxshi, kanalga like va obuna bo'lishni esdan chiqarmaymiz va kommentariy ham yozamiz video haqida o'z fikrlaringizni. Qani bo'lmasa boshladik. Atrofimda ozgina shum bo'lishi mumkin. Buning uchun sizlardan ming bor uzr so'rayman. Mikrofondan emasman. Nimagadir mana shunaqa qochishlar bo'lyapti menda kirguncha. Birinchi albatta banka yig'amiz. Sherigi nimagadir o'ynamayapti. Hozircha o'yinimiz yaxshi ketyapti. Kanalga like va obuna bo'lishni chiqmasin. Faqat deshik bosalaringiz sizlarning sharofatingiz bilan YouTube kanalimizga ko'tarib olar edik. Birinchi top 1imiz ham bor. Uni kubik berdi. O'yinni yana davom ettiramiz. Menda mana shunday laglar ko'p bo'lyapti. Ro'zg'or chiqarib bank yashimiz kerak. Sababi bank yasak jonimiz ham ko'p bo'ladi. Afsuski bu sefer o'lib ketdik deb o'ylayman. Qochib o'ynayman. Afsuski bu o'yinda ikkinchi o'rindaman. Yana davom ettiramiz. Seriya pobedimiz bor. Shu seriya pobedni iloji boricha kuydirmasligimiz kerak. Bu akkauntga ismi Nancy desalaringiz, bu akkauntni men sotib olganman. Ya'ni sotib olmadim. Shunchaki menga berishdi akkauntni. YouTube'ga video qo'yganim uchun. Akkaunt xaridnikini o'zgartiramiz. Nimaga shunday o'zgartira olmayman. Agar biladiganlar bo'lsa, fikrlarga yozib qo'yinglar. İkinchisidan yopamizmi deyman. Shunda emizini yopish qiyin, hozir emizda emziramiz. Jin ursin bekor qilindi shuni. Internet ham past ekan. Seriya pobed ketdi. Seriya pobed ketdi. Kuydirma. Qolgani bekor. Seriya pobed kuydirma. Qolgani topiladigan narsalar. Yaxshi emizdi. Aytdim-ku, emizamiz dedim, emizdim. Hop.
B degan so'z bo'lishi kerak, chunki B dan yomon hech kim. Mana B degan so'z bo'lishi kerak, chunki juda ko'p gubka olgan bu kristal oldim. Rolini yopdim. Yaxshi. Yana davom ettiramiz o'yinda. Bizda har xil shumlar bo'lishi mumkin. Buning uchun sizlardan ming bor uzr so'rayman. Chiqib ketdi. Hop. Kolda 350 ta bo'pti. Nimadir bergan video rekordda. Qaraslar drop ochamiz, qanday ketdi. Har doimda rare hech bola yo'q. Hop. Davom ettiramiz. Trioda o'ynab ko'raylik, chor. Nefret bo'lib, iloji boricha seriya pobed kutilmagan holda o'ynaymiz. Maksimal darajada. Chunki seriya pobed bizga alko'l xato. Hop. Bu sheriklantirishni kutyapti-da bu, chekkaga qochdi o'sha. Biz hammasini yo'q ko'rgan ekanmiz tomonga yo'qlar. Yo'q, buni ham yo'qamiz hozir. Atayim o'zimdan bo'ldi. Kolda serapapet kuydirmay ketayotgan edim. Iloji boricha kuydirmaslik kerak, rankimiz tezroq ko'tariladi. Buni ham hozir max rank qo'shishim kerak. Ya'ni 6 shu paytgacha olsa bayasinda maksimal rank olib chiqqan ekanman. Hop, sizlardan iltimos yana like, comment yozishga esdan chiqarmaylik. Kanal rivoji uchun otish kerak, jon kam. Jon to'lishini kutamiz. Yaxshi. Endi iloji boricha qochib o'ynaymiz. Tuzganlikdan yaxshi buni o'zlik. Albatta bular terib olamiz, sababi tekin bankalar. Bitta emiz qoldi. Emizni emdiramiz. Yo'q, bu yertaga qolib ketdim. Menga afsus. Yana ikkinchi o'rin. Minut bo'ldi o'ynayotganimizga. Bankalarga ham chekkaroqda yuraman iloji boricha. Chunki o'rtada ishgal
Bitta bizga qoplamaydi. Hammaga dinamit yetdi kirsa bo'lsa. Dinamitdan qochish kerak. Siloha berib kuydiradi kirsa. Yaxshi zombi yo'q qilgan edi, yaxshi Frank tirilib keldi. Bu biz uchun yaxshi. Hech bo'lmasa top 3 ga kirishimiz uchun kerak chekkaroqda. Chunki hozir top 4 o'lib ketganim bilan foydasi yo'q. Yaxshi. Jon to'lib ketamiz iloji boricha. Uncha yaxshi o'yna olmayman o'yinda. Iloji boricha harakat qilyapman qo'ldan kelgancha. Edgar bor ekanda o'yinda. Edgardan qochish kerak. Edgar yaxshi emas. Avval chekkaroq o'ynaydi, chekkaroqda. Komanda jang qilyapti-ku. Komanda topni olish kerak, komandamizni. Dinamit jonga tegdi. Dinamit hozir yo'qamiz. Dinamit jonga tegdi. Yo'q, jin ursin, yana top birni qo'ldan bo'lmaydi. Ko'ramiz yana kimlar o'ynar ekan. Yana Spike o'yinga, Frank o'ynamas ekan. Spike bilan yaxshi ketyapmiz lekin. Hozir hamma bayesimizni maksimaldan ko'p qo'yishimiz kerak. YouTube kanalimda nikini har browser akkauntimda nikini Nenzoga o'zgartiraman. Nenzoga. Hop, Edgar nima qildi tushunmadim. Yertaga bordi, o'ldi ketdi bekorga. Bunisi ham o'ldi ketdi, jin ursin. Squeakmadi, nomanmaydi, shuni saqqa chotadigan. Jin ursin, Edgar yetdi-ku. Edgar bilan o'ynash qiyin. Joni ko'p bu Edgarda. Maksimal darajada harakat qilishimiz kerak, serabapet kuydirmasligimiz kerak. Bizga sakraydi, hozir aytganimiz bo'ldi. Sakraydi. Bunisi endi sakraydi, anna. Yaxshi Spike chekka tursin. Shuni stop 2 ga kiraylik. Bu Edgar bilmadi nima qilyapti, o'zi ham bilmaydi nima qilayotganini. Biz boshqa kutamiz, kutib o'ynaymiz. Ana shunday, ana shular o'ldirgan. Qo'shilishim mumkin yonimga roqsa. Endi maksimal darajada harakat qilyapmiz. Yo'q, jins inshirgan tirildi, amir. Olavun Edgar kubikda yaxshi. Endi kutishimiz kerak ozgina. 26 kubik yig'ib jin ursin bizga ketdi degani. 26 kubik. Flish kim darajada ko'p degani. Yaxshi, savdoga qoldik yana. Aniq edi bular, buni urib yubordi, o'xshagan. Ko'rmayapti Edgarda. Endi ko'rdi. Bir chiqaylikchi, cho'zmaga triyoda o'ynash bo'lmayapti. O'yinda yana davom ettiramiz. Kodda shu 410 ta yig'ib qo'ygan ekanmiz. Bularda hali o'ynamaganman bu bayislarda.
O'zi ilmdan keyin iloji boricha Bibini ko'tarsam kerak, chunki yaxshi ko'rgan bayslarimdan biri Bibi. Hop, mana bu Ems ham zo'r. Ko'tarishga tez ko'tariladi kontroller. Yaxshi, eng qiynalib ko'targanim bu El Primo bo'ldi. Chunki El Primoga tuzuk baza bermaydi, baza bersa u yo'q, bu bersa bu yo'q. Ozgina qiynaldim El Primoni ko'tarishga. Faqat Snapersga baza berib qo'yadi, El Primo bazada o'yina olmaydi. O'zlaringiz yaxshi bilasizlar buni. Hop, iloji boricha ko'proq shuni yig'ishimiz kerak maksimal darajada. Bizga kerak bo'ladi. Sera Pobedni kuydirmasligimiz kerak iloji boricha maksimal darajadacha. Hop. Yaxshi, bugün urdik. Hop. Jonni qara, jonni ko'taraylik-ku. Cardelius, bu ham yomon. Cardelius ham. Attasi keldi. Krisa yurib kelgan. O'zim 4-chi yopib ketmasligimiz kerak maksimal darajada. Harakat qilishimiz kerak. Hop, 3-chi hozirgi serverni kuymaydi, chiqib olmaymiz menimcha. Yana ketdi. Baz yopib yubordi. Hop, baz yopib yubordi. Tekrar kutib o'ynaymiz. Hamma 2 kishi qolsak chiqadi. Ana endi chiqsak bo'ladi bushga. Edgar Jensen. Gol etmadan bu nima bu? Edgar bilan ko'ra juda zo'r duo bo'lar ikkalasi. Hozircha yaxshi. Hozircha bugungi videomiz shundan iborat edi. Keyingi videomizda sal ko'proq video qilishga harakat qilaman. Buni bir YouTube'ga qo'yib ko'raman. Qancha prosmotr, qancha yig'ar ekan. Sizlar prosmotr, like, kommentlaringizga qarab, keyingi videoni ancha uzoqroq va juda qiziqroq davom ettirishga harakat qilamiz. Sizlar bilan Nenzo Gaming bo'ldi.